Muftiy va deputat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Oliy Kengash deputati bo'lishiga qaramay, ittifoq miqyosidagi faoliyatidan ajralmagan holda O'zbekiston Oliy Kengashi qurultoylarida ham ishtirok etib, xalqni qiynayotgan muammolar, jamiyat hayotiga to'sqinlik qilayotgan holatlar haqida mulohazalar bildirib, hukumat rahbarlariga o'z takliflarini ayta boshladi. Xalq, oddiy xalq o'z hayoti davomida, turmush sharoitida, maishatida, barcha narsasida shu hukumat vakillaridan adolat, ulardan xayrixohlik, mehr, shafqat kutishiga haqli. Uyingizdagi jo'mrakdan zilo suv oqayotganda ko'chada toza suv axtarib yurgan kelinlarni eslang. Shunday bir holatda xalqning ichida bir dona och odam bo'lsa, o'ta to'yib ketishga hech kimimizning haqqimiz yo'q. Xalqimizning ichida bir kishi yupun kiyinayotgan bo'lsa, o'ta yasanib yurishga hech kimingizning haqqingiz yo'q. Mana bu narsani qattiq o'ylashimiz kerak. Qarorlar qabul qilinyapti. Juda yaxshi qarorlar qabul qilinyapti. Oxirgi paytda xalqning xursandchiligiga sabab bo'ladigan qarorlar qabul qilinyapti. Lekin bular tatbiq etilmasa, bular hayotga kiritilmasa, qog'ozda qolsa, unday qarorning keragi yo'q. Juda ko'p yaxshi qarorlar chiqdi. Lekin ularni amalga oshirishi nima bo'ldi? Birgina tomorqa to'g'risidagi qarorni olib ko'raylik. Bilaman, buni amalga oshirish uchun juda qiyinchilik bo'ldi. Shunday fursatda ham odamlardan pora olib tomorqa berayotgan odamlar to'g'risida gaplar bor. Lekin ayb xalqimizda ham bor. Og'zaki gapirishadi-yu, lekin birorta poraxo'rni ushlashda mas'ul xodimlarga, tashkilotlarga yordam berishmaydi. Men xalqimizga murojaat qilib aytamanki, poraxo'rlar, yurg'izlar, muttahamlarni ushlashda, jamiyatimizni ulardan tozalashda xalqni o'zi qatnashishi kerak. Baqir-chaqir bilan, to'polon bilan, urdi-surdi bilan emas, tartibga qo'yilgan yo'llar bilan, mas'ul xodimlarga uchrashish bilan, ularga yordam berish bilan mana shu narsaga yordam berib, yo'lga qo'ymoqlik kerak bo'ladi. Bo'lmasa, avvalgidek davom etaverishi turgan gap. Shuningdek boshqa qarorlar ham chiqdi. Bularda ham mana shu holat. Shuning uchun mana shu rahbarlardan chiqayotgan, mana bu deputatlardan chiqayotgan qarorlarni amalga oshiruvchi shaxslar o'zlarining bo'yinlaridagi turgan ulkan mas'uliyatni chuqur his etmoqliklari kerak. Agar rahbarlar xalqqa mehribon bo'lsa, xalqni g'ami bilan yashasa, xalqni og'irini yengil qilishni o'zini yuksak maqsadi deb bilib olsa, xalqimiz albatta unday kishilarni qadrlaydi. Mana shu narsani har bir kishi chuqur o'ylab, o'rganmog'i va hayotiga tatbiq qilmog'i lozim. O'tgan hokimlardan bittasi aytganki, agar men hokim bo'lib turgan diyorni bir burchida bir tuya qoqilib oyog'i sinsa, o'zimni javobgar deb hisoblayman. Chunki yo'lni to'g'rilab qo'ymaganman. Mana shu holat har bir kishining qalbida chuqur o'rnashib qolishi kerak. Xalqimiz boradigan yo'llarimidi, ichadigan suvlarimidi va boshqa holatlarini to'g'rilash, tekislash, joyiga keltirish mas'ul xodimlarni, har bir ishlayotgan kishini muqaddas burchi bo'ladi. Mana bu narsaga katta e'tibor bermoqligimiz lozim. Afsuslar bilan aytamizki, bizda madaniyat, ruhiy tarafdan, ma'naviy boylikdan e'tiborimiz kam. Bu borada ancha qoloqligimiz bor. Uni ochiqligicha aytishimiz kerak. Mana bu tarafni ko'tarishda, yuksaltirishda, xalqimizning ma'naviy boyligini orttirishda, ruhiy poklanishini orttirishida ziyolilarimiz va boshqa shu sohaga qatnashgan va xususan biz zindonlar xalqimiz oldida ko'pgina xizmatlar qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Mana bu narsaga ham katta e'tibor berishni so'raymiz. Men hozirgi berilgan fursatdan foydalanib yana bir necha narsalarni aytmoqchiman. Hozirgi kundagi ayollarimizning ahvoli hech kimga obro' keltirmaydigan ahvol. Jamiyatning qadri qimmati ayollarning qadri qimmati bilan o'lchanadi. Agar shunday bo'lsa, bizda na qadr bor, na qimmat bor. Ayollarning tushgan holini, ularning ahvolini ko'rishni o'zi ayanchlik, bilishni o'zi ayanchlik. Keksalardan so'ranglar, avvalgi ayollarimiz, onaxonlarimiz, opalarimiz
uyida suv qurib qolsa, tugab qolsa, chelagini ko'chani tagiga qo'yib ketsa, birinchi o'tgan odamning majburiyati shuni to'ldirib uyga olib kirib berish ekan. Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Ayollarga ayollik latofatidan chiqib boshqa narsaga o'tish, o'zini latofatiga munosib kelmaydigan ishlarni qilishga majbur qilyapmiz. Ayollar 4 ta 5 ta bolasi bilan kolxozda optovda kuyib ketmon chopayotgan paytda bir to'da yoshlarimiz ko'chada tosh tepib bir-biri bilan mushlashib yuribdi. Ishsizlar muammosi bor deb gapiryapmiz. Nimaga ishsizlar muammosi bo'lsa, ko'p bolali onalar dalada yuradi? Nimaga ishsizlar muammosi bo'lsa, ayollarimiz hammasi o'ziga mos kelmagan ishlarni qilishadi? Mana bularni o'ylashimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekiston Jumhuriyati shaxsan O'zbekistonning o'zida musulmon dindorlarga nisbatan va boshqa dindorlarga nisbatan juda ko'p ishlar qilindi. Buning uchun biz tashakkurlarimizni aytdik, yana ham aytamiz. Atrofga nazar solsak, bizchalik katta o'zgarishlar bo'lgan joy yo'q. Lekin shu bilan birga sizlarning oliy majlislaringizdan men iltimos qilardimki, dindorlarga bo'lgan munosabatlarning ichida hozirgacha bitta katta zulm ustimizda turibdi. Bu ham bo'lsa, diniy xodimlardan 45% maoshini miqdorida soliq olinadi. Bu nihoyatda katta ijtimoiy zulm. Shuning uchun hurmatli prezidentimizdan va sizlarning barchamizdan iltimos qilamizki, ittifoq qonunlarini chetlab bo'lsa ham O'zbekiston Jumhuriyati alohida bir qonun chiqarib, mana shunday ijtimoiy zulmdan bizni diniy xodimlardan ozod qilsalaringiz, biz sizlarga juda katta minnatdorchiliklar bildirgan bo'lar edik.